Assalomu alaykum Arzurat aka. Assalomu alaykum Shahzodaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Qatdan kelyapsiz? G'olib akaning uylaridan kelyapman. G'olib aka kim? Kecha aytdim, u bitta bola bilan uchrashuvga chiqaman deb. Ha, yaxshi odam, yaxshi odam. Yaxshi. O'zingiz qayerdan kelyapsiz? Zumradxonning oldidan. Zumradxon kimida? Spada tanishib qolganman. Sport ketib qoldi. Mantiq bera olmaysiz dedim, qilib berdilar oxiri. Yo'q. Keyin shantaj qilib ketsa bo'ladimi? Bolam sizdan deb mana shuni momonlar bilan yuribman ish qilib. Voy, ehtiyot bo'ling, bilasiz, men sizni qizg'onaman. Voy, mana shunaqa qizlar ham ko'payib ketdi, Shahzodaxon. Gapirmang. Voy, kecha qayerda edingiz? Voy, kecha Sardor aka bilan uchrashuvga chiqqanman. Sardor aka kim? Voy, bitta boy bola bilan tanishdim. Keyin aytib beraman sizga uni. Ha, yaxshi. Voy, Alisher akam telefon qilyaptilar. Hozir. Stop! Indamasa? Men sizni qizg'onaman, tushunasizmi mana shuni? Indamasam Alisher deyapsiz, G'olib deyapsiz. Men sizni kimdir soyangizga nazar tushishidan qizg'onaman. Nahot shuni tushunmasangiz, menda ham g'urur bor. Uyat bo'lsa hamchi, sal uyaling ozgina, xo'pmi? Menda ham rashk bor desam. Qo'rqitib yubordingiz. O'zim ham qo'rqib ketdim, to'g'risini aytsam. Mayli, vaqt kam, qayerga ketyapsiz? Bo'ptimi, Alisher akaning yoniga boryapti. Ha, bo'pti. Yaxshi variant o'xshatdi. Menimcha shunga yerga tegib ketaman. Mayli, qarang, agar yaxshi variant bo'lsa tegib keting. Mayli, mana problemani hal qilib keling. Faqat voqili ro'yga qayting. Bilasiz, men sizni sevaman. Mana siz sevaman. I love you. Yuragimdasiz. Yorim qarashlaringga muftaloman, boshqalarga